3 xonadan 5 xona qilingan uyni olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, narxi $60,000 so'ralyapti, ipoteka qilsa bo'ladi, barter ham qilsa bo'ladi. Kstati, 4 xonali yo 5 xonali 3-etajdan 6-etajgacha g'ishli dom bo'ladigan bo'lsa, ustiga daplatasi bilan alishaman dottilarga. 3 xonadan 5 xona qilish yo'lini aytaymi, hozir men sizlarga bitta buni tushuntirib beraman. Video oxirigacha ko'ring. Mana bunimiz qurilish eshigi bo'ladi. Esinglarda bo'lsa 4 xonali uy sotuvdim. Mana bitta olib tashilgan. Ya'ni bu sanuzel bo'lyapti. Mana shu o'zini buzganda qo'l bo'lib ketadi. Umumiy maydoni 78 kvadrat metr tashkil qiladi dokument bo'yicha, lekin bu yerda где-то 83 kvadrat chiqadi. Endi esa keyingi xonalarga o'tiramiz. Bu yog'imizda mana sanuzel. Ko'pincha uylarda mana shkop o'rnigacha mashtiga sanuzel qo'yib qo'yishadi. Endi bularga shkop qo'ygan ekanlar. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yog'imiz mana spalni xonasi bor. Ko'ryapsizlarmi? Kelgan bu proyekt yana bitta yoqqan tarafi bor. Menda hozir tushuntirib beraman. Buni ham mana bu uyni ko'ryapmiz, to'g'rimi? Detskiyni. Dum rastoyaniyasini qarang. Bir-biringiz uyingiz ko'rinmaydi. O'sha taraflaridan plus tarafi bor. Kelgan manzilga keladigan bo'lsa, Sergil 7 da joylashgan. Bu xonadonimiz 300-maktab esinglarmi? O'sha reklama qilganim, endi o'sha mahallalardan bittasida mana sizga oynadan ko'rsatib beraman. U joyini ham mana yonimizda qaranglar, mana bog'cha. Mana yonidachi u zdaniya 300-maktab bo'lyapti. Mana shu yerda farzandlarim o'qiydi deganlar uchun zo'r variant. Endi esa mana bu yog'ini ko'ramiz, qaranglar. Dars o'tiramiz. Bu yoqqa o'tganimizda mana bu trapetsiyya balkoni bo'lyapti. Mana bu yoq ham как xonada bemalol, naryoqda kladavoy joyi ham bordi. Bu yerda spalni qilib qo'ysangiz bo'ladi, mana bu joyigacha sanuzel chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni yangi kelin kuyovli bo'lsa, zo'r variant bu ham. Mana ko'rinishi, dalishga turamiz. Zaldan o'tib, bu yoqqa o'tganimizda esa mana boyaga o'sha yetib o'tgan sanuzelimiz. Sanuzeldan keyin mana bu oshxona. Oshxonamizni ko'ryapsizlar. O'tganimda mana sanuzelni olib tashlasangiz, va shechotki bo'ladi bu. Endi esa mana bu oshxonamiz bor. Oshxonamiz balkonga chiqarilgan. Ya'ni mana 2 ga 3 balkoni bo'lgan. Bularda 2 ga 6 bo'lmaydi. O'zi aslida mana bitta oshxona bo'ladi. Endi esa bitta sanaymiz. Mana xolli bir xona qilsa, 2, 3 детский spalni bilan 4, mana bu zalingiz bilan to'g'rimi? Misol, mana bu zal bilan 5-xonangiz, mana kladovkani 5 xonali qo'ysa bo'ladi. 3 xonadan 5 xona qilingan uyni olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, narxi $60,000 so'ralyapti, ipoteka qilsa bo'ladi, barter ham qilsa bo'ladi. Kstati, 4 xonali yo 5 xonali 3-etajdan 6-etajgacha g'ishli dom bo'ladigan bo'lsa, ustiga daplatasi bilan alishaman dottilarga. E'tibor uchun rahmat.